Diqqat, barcha futbol muxlislari! Osiyo chempionati hayajoni boshlanmoqda. Ertaga 5-may kuni Saudiya Arabistonining yashil maydonlarida 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasidagi Osiyo Kubogi start oladi. Turnirning tantanali ochilish marosimi va rasmiy ochilish o'yini mezbon Saudiya Arabistoni hamda Myanma terma jamoalari o'rtasida bo'lib o'tadi. O'yin Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. Shuningdek, shu kuni Yaponiya, Qatar va Tojikiston kabi jamoalar ham o'z yurishini boshlaydi. Barcha o'zbekistonliklarni qiziqtirayotgan savol: bizning oq bo'rilar qachon maydonga tushadi degan savolga Sergey Chigatayev shogirdlari joy olgan D guruhida kutilmagan o'zgarishlar ro'y berdi. Shimoliy Koreya terma jamoasi musobaqani ishtirok etmasdan voz kechishligini sababli vakillarimiz turnirni biroz kechroq boshlashadi. Yozib oling, O'zbekiston o'smirlar terma jamoasining o'yinlari jadvali quyidagicha. 10-may soat 21:00 da O'zbekiston birinchi o'yinini Hindistonga qarshi saf tortsa, 13-may kuni 22:00 da guruhdagi hal qiluvchi bahs kuchli Avstraliyaga qarshi bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, ushbu turnirda chorak finalga chiqqan 8 ta terma jamoa to'g'ridan-to'g'ri jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Yoshlarimizga Osiyo taxtini egallash va jahon arenasiga chiqish yo'lida omad tilaymiz. Olg'a O'zbekiston!